Do'stlar, men mamnuniyat bilan hozir sahnamizga aynan kreativ masalalarga Mening yurtim kanalida javob beruvchi inson va My5 telekanali kreativ bo'limi rahbari, siz bilgan ovoz, siz eshitgan ovoz sohibi, undan tashqari Biz TV teleradio kanali bosh muharriri Jaloliddin Mirzayevni taklif etamiz. Marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Jaloliddin Mirzayev, yoshim 25 ta. Kamroq varroq qilib 9 daqiqa-yu 25 soniyaga hamma gapni sig'dirishga harakat qilaman va slaydni o'zimni tanishtirishdan boshlayman. Agarda meni tanimaydiganlar bo'lsa, albatta bu foydasiz tegadigan ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Internet bilan bog'liq muammolarni o'tkazib yuboramiz, yaxshilanib qoladi bir kun. Xo'p, demak bu yerda rasmda ikkalasi ham o'zim, orada esa faqatgina bizni, ya'ni meni 10 yil ajratib turibdi. Bu rasmni tanlashimga sabab, mana ko'rishingiz mumkin, juda ham bir izoh berib bo'lmaydigan darajada xira. Endi 2011-yil o'sha vaqt uchun bunaqangi turib stand up qilishimni o'zi juda ham bir hayratlanarli voqea bo'lgan ekan. O'zim videoimni topib oldim, qidirib mover.uz saytidan. Mover.uzdan foydalanadiganlar, biladiganlar bormi o'zi? YouTube'dan oldin bizni qanaqadir ma'noda videolar bilan xursand qilib turadigan TASX-dagi bepul hudud mana shu bo'lgandi va ana shu mover.uz saytiga o'zimni birinchi vloglarimni olib, vlogerlik faoliyatimni boshlagan ekanman. Bundan o'zimni xabarim ham bo'lmagan ekan. Chunki tarixni tutib shunga duch keldim. 2011-yilda tayyorlagan birinchi reportajimdagi birinchi stand up, birinchi vlog desak ham bo'ladi. Endi bu o'tgan yili tushirilgan surat, o'tgan yil emas, endi yil boshida 2021-yil deb olsak ham bo'ladi. O'zim media sohasida turli xil kasblarda ishlayman. Biz TVda boya aytib o'tganimizdek bosh muharrirlik yoki Mening yurtim telekanalida kreativ savollarga javob berish, kreativ yechimlarni topish. Shu sababdan qisqagina qilib faoliyatimni tushuntirib ketaman. Demak, 2011-yilda o'z faoliyatimni internetda boshlaganman. Internetda o'sha vaqtlarda sayt ochish juda ham bir urfga kirib ketgan vaqtlar bo'lgandi. Hamma hozir kimdir bloger bo'lib o'zini kanalini ochsa, u vaqtlarda sayt ochish urfga aylangan edi va hamma domenlarni talashishga tushardi, chiroyli domenlarni olishga. Men bir domenni esimda band qilib qo'yish imkoni bor edi. Bir oylab, bir haftalab bir domenni 1 yil davomida har hafta band qilib yurardim. Bir kun olaman deb. Va nasib qilgan shu domenga pul yig'ib 2011-yilda olganman. Birinchi saytimni boshlab, ana shu yerda show biznes yangiliklari, texno xabarlarni joylashtirishni boshladim. Keyinchalik kasting asosida Mening yurtim telekanaliga ishga qabul qilindim. Bunda ham hozirgidek, ya'ni hozirgi ishlab turgan lavozimlarimda emas, balki oddiy montajchi va SMM muharriri sifatida ishga qabul qilindim. Keyin faoliyatim davomida o'qishga kirmagan edim. Ya'ni diplomim yo'q edi, oliy ta'lim. Endi olamiz, nasib qilsa o'qishga kirdim va shundan so'ng hozirgi kunga kelib ish faoliyatim to'xtab qolgani yo'q. Internetda ham, televideniyada ham. Hozirgi kunda jurnalistika va media sohasida turli nodavlat ta'lim muassasalarida, markazlarda dars berib kelyapmiz. Media sohasidagi turli xil yo'nalishlar bo'yicha va oxirgisi bu hayotim davomidagi eng orziqib va juda ham ko'p mana shu yo'llarni bosib o'tganda bir kun kelib shu narsa bo'ladi deb niyat qilib qo'ygan narsam. O'zimni shaxsiy teleradio kanalim bo'lishini bir umr orzu qilardim. Shu narsaga erishildi. Endi qisqa qilib 10 yillik faoliyatni 10 daqiqada tushuntirib ketamiz. Telekanalga hali to'xtalamiz. Xo'p, media sohasi o'zi juda ham bir yo'nalishlari juda ham ko'p. Hozir sanab o'tdik, internetda, televideniya, radio yo'nalish juda ham ko'p. Endi eng ommalashib borayotgani albatta hozirgi kunda internet. Televideniyani ham qamrab olgan, radio ham bor ichida, rasmlar, audio xabarlar, matn, xullas hammasi bor. Multimediaga aylanib ketdi. Xo'sh, endi mana shu sohani, media sohasini, umuman olganda ommaviy axborot vositalarida kamchilik va afzalliklarni ko'pchilik so'raydi. 3 ta afzallik tomoni. Qisqa qilib aytganda, o'zimning hayotimda ko'rganlarim. Demak, birinchisi, karyera qilishni imkoni bor. Ya'ni o'zimning hayotimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, oddiy stajyor sifatida kelib, o'rganib, 3-4 oy davomida biror bir telekanaldami, radiodan farqi yo'q. Shundan so'ng ishga qabul qilinasiz. Masalan, muxbirlik lavozimida. Shundan so'ng agar qobiliyatingizni o'zingiz namoyish eta olsangiz, namoyon qila olsangiz, siz albatta ishda olinib qolinasiz. Kerakli kadr bo'lishingizdan, kerakli kadr bo'lsangiz. Endi bir ajoyib lifehackni aytib o'tmoqchiman. Qanday qilib televideniyega ishga kirish mumkin deb ko'pchilik savol beradi. O'quvchilarimiz ham shunaqa bo'ladi. Birinchi kelib, qanaqa boshlovchi bo'lish mumkin? Manzarga qanaqa ishga kirish mumkin? Javob bitta. Stajyor sifatida kelib, 3 oymi, 1 oymi, 1 yilmi farqi yo'q.
Siz o'zingizni o'rningizni shunaqa hosil qilishingiz kerakki, ertaga siz bir kun ishga chiqa olmasangiz, telekanalni ishi sizga bog'liq bo'lganligi uchun tarkashib ketsin. Siz shunaqangi o'zingizni o'rningizni hosil qilishingiz kerakki, shu siz telekanalni o'sha faoliyat to'xtab qolsin. O'sha butun bir mashina deb oladigan bo'lsak, undagi bitta bolt bo'lsangiz ham o'zingizni motor vazifasiga aylantirib qo'ying. Shundan keyin agarda sizni shunda ham qadringizga yetmasdan ishga olishmasa, sekin-sekin ularni ignor qilish deymiz. Ignor qilishni boshlasangiz, albatta qadriga yetib ishga olishadi. O'zimni boshimdan o'tgan bu narsa, birinchi bo'lib shunday qilib ishga kirganman. Shuning uchun shu tavsiyani berib boraman. Keyingisi, ya'ni yulduz turibdi. Endi yulduz deganimiz boshlovchilarga, asosan jurnalistlarga tegishli bu tanilish imkoniyati ancha ko'proq. Hozirgi kunda blogerlarda ham bu juda ham ko'p. Blogerlar hozir sportchilar ortda qolib, menimcha blogerlar, endi tiktokerlar ham urfga aylanib, yulduzga aylanib bo'ldi. Shuning uchun media sohasida yulduz bo'lish ancha oson. Bu ham bitta afzalliklardan. Keyingisi yaxshigina daromad topishning imkoni bor. Media sohasida qancha oylik olasiz deyiladigan, bu ikkinchi o'rinda turadigan savol bizga beriladigan. Nechta pul oylik berishadi sizlarga deb. Media sohasida oylik olish o'zingizga bog'liq. Agarda siz muxbirlik qiladigan bo'lsangiz, o'rtacha qilib olib aytaman, 2 milliondan boshlangan oyligini olishingiz mumkin. Agar siz o'zingizni universal muxbir sifatida bilib, montajni ham qilib, kerak bo'lsa suratga olishga, mobil reportajlarga chiqib yoki bo'lmasa boshqa ishlarni ham qilaman deb o'zingizga olsangiz, gonorar asosida xohlasangiz 10 million, xohlasangiz 20 undan ortiq topishingiz mumkin. Bu o'zingizga bog'liq. Hech kim sizni chegaralamaydi. Siz o'zingiz senzura qilib, o'zingiz chegaralab qo'yasiz. Ko'pchilik uyga keladi, media sohasida ishlaydiganlar asosiy qismi uyda ham ish faoliyatini davom ettiradi. Chunki bemalol ishlash mumkin. Hech kim sizni cheklab qo'ymaydi. Internet, kompyuter bo'lsa bas. Xo'p, kamchiliklar ham yetarli darajada. Kamchiliklar birinchisi bu vaqt bilan bog'liq. Ya'ni siz vaqtni juda ham to'g'ri taqsimlab, ishingizni to'g'ri bo'lib olmasangiz, siz yutqazasiz. Siz yutqazasiz deganimning sababi, sizni kechqurun suratga olish ishlariga, masalan, aeroportdan qaysidir sportchi kelsa, siz chiqishga majbursiz. Telekanalda faoliyat yurityapsiz, demak siz o'sha vazifangizni bajarishingiz kerak. Soat 2 bo'ladimi, 3 mi, 4 mi farqi yo'q. Shunga tayyor turishingiz kerak. Demak, vaqt belgilanmagan. Aniq ertalab 9 da kelib 6 da ketasan degan narsa yo'q. 6 da qachon ishdan chiqib ketganimizni to'g'risi eslay olmaymiz. Mana Ulug'bek ham juda ham yaxshi tushunadi bu narsani. Keyingi narsa, vaqtdan keyingisi sog'liq, salomatlik. Salomatlik ham endi salbiy darajada ta'sir ko'rsatadigan jarayonlari bor. Chunki kun-tun kompyuterda ishlash yoki bo'lmasam qanaqadir ma'noda mana shu texnikalar bilan ishlab ijod qilish bu albatta salomatlikka, ko'zga, endi bilasiz uni maydalashmaymiz, hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Va keyingisi salomatlikka kirgizib ketaman o'zim ko'pincha. Agarda siz biror nozikroq mavzularga aralashib qo'ysangiz va o'zingizni yozgan matningizga, o'zingizni qanaqadir maqolangizga o'zingiz javob bera olmasangiz, mana shunaqa vaziyatlarda albatta turli xil tahdidlar ham bo'lib turishi mumkin. Shu narsaga ham tayyor turish kerak. Va keyingisi bu yurakcha, endi yurakcha mehr degan ma'noda keltirib o'tdim. Bu oila. Oilangiz bilan vaqt ajratishingiz, ya'ni oilangiz bilan birga bo'lishingiz afsuski biroz kamayadi. Chunki media sohasida aytib o'tgandek, kechqurun ham suratga olish ishlariga chiqib ketishingiz mumkin yoki kunduzi ertalabdan kechgacha ishda bo'lishingiz mumkin. Xullas, vaqt bilan oila mana shu vaqt ajratib turadi oiladan. Afsuski shunga ham tayyor turish kerak. Kamchiliklari. Endi yutuqlari, karyeraga ko'proq to'xtalmoqchi edim. Boya aytganimdek, siz agarda o'zingizni media sohasida ijodingizni boshlayman desangiz, balki ko'pchilik bu yerda o'zini kanalining sahifasini yuritadiganlar bordir. Ularga bittagina tavsiyam, ko'pchilik kanal yoki blog ochganda, vlog ochganda o'zini yo'nalishini tanlay olmaydi. Ya'ni nima bo'yicha ishlaysan, nimani yoritasan deb so'ralsa, hamma narsani deydi, duch kelgan narsani. Lekin unaqa insonlarni afsuski auditoriyasi ham kam bo'ladi va ko'pincha kelishadi. Negadir ko'tarilmayapti, negadir 100 tadan oshmayapti kuzatuvchim. Bunga sabab bitta yechim bor, shunaqa taklif endi o'zimdan kelib chiqqan holda taklif, ixtisoslashish ancha foyda keltiradi. Ya'ni hozir O'zbekistonda Uznetda ancha egallanmagan bo'sh o'rindiqlar juda ham ko'p. Turli xil sohalarda. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, masalan, siyosat mavzusida juda ham yaxshi blogerlarimiz juda ham ko'p. Iqtisod mavzusida ko'p. Lekin egallanmagan, ochiq qolgan o'rindiqlar bor hali. Uni hech kim to'ldirmayapti nimagadir. Chunki ko'pchilik ko'ryapti. Mana bu yo'nalishda, mana bu o'rindiqni mana bu odam egallab haykal qo'yibdi. Men ham shu yo'ldan ketsam, men ham shunaqa bo'laman deb. Yo'q, odam menimcha o'zimni shunaqa fikrim bor, odam o'zligini kashf qilish kerak. Birinchi navbatda inson o'zi uchun ishlab, o'zining nomi uchun ishlasa, keyin albatta vaqt o'tib insonga mana shu nom insonni o'zi uchun xizmat qiladi.
Buning uchun albatta vaqt kerak, sabr kerak. Oxirgi bitta tavsiyam, kichik bir sizlarga aytadigan do'stona bir fikrim shuki, o'zimni hayotdagi shiorim bilan tugatmoqchiman. Agarda oyga uchishni maqsad qilsangiz, quyoshni o'zingizga manzil deb biling, ya'ni quyoshni maqsad qilib oling. Shunda siz albatta oyga yetasiz. Kerak bo'lsa, balki undan ham o'tib, quyoshdan ham o'tib, balki undan ham uzoqroq o'tishingiz mumkin. Boya aytilgan fikrlar juda ham zo'r bo'ldi. Koinot cheksiz. O'rganishimiz kerak, vaqtni qadriga yetishimiz kerak. Hammaga rahmat, omad tilayman. Rahmat.